To'xta, nima qilding hozir? Ol oyog'ingni. O'g'lon, bu nima qilganing? Bu tana sen uchun kerak emasdir, lekin men uchun kerak. Mana bu jasaddan ustun. Chunki shu jasadda tirik qilib turgan yuragimning bir parchasi mana shu tana. O'g'lim, meni tanamdi, g'am tashvish edi. Endi meni bolamdi. Shu narsa yesinmi? Sen mendan oldin tanangni shu narsalar bilan chiritsang, men ertaga kimga suyanaman? Yana men o'g'il ko'rdim deb maqtanib yuribman, ertaga og'irimni yengil qiladi deb. O'g'lim, balki meni o'rtoqlarim ham bilar seni jur'atsiz, shunaqa yengil tabiatligini. Yana bir marta men ko'ramanmi yo'qmi, shu narsani qo'lingga olsang, otam o'lib ketsin deb xohlagan ishingni qil. Chunki ko'rsam o'lgandan battarman.